Bolam. Blogerlaring aniq kelarmikan? Keladi ada. Bir odam beri o'ylanasiz. Menga ishoning, hali bu o'rniga qasr quramiz. Ko'nglim g'ashtay bolam. Shu uyni yoqish shartmikan? Qachongacha bundan qarzaga botib yuramiz? Yana eski chirigan uyda. Bir marta tavakkal qilaylik, bo'ldi. Sepunda yaxshilar. Ey la'nati. Ne o'chirdingiz? Bolam to'xta. Noto'g'ri ish qilyapmiz. Duoni kattaxonaga qilarlarmi? Qani, o'tir. Voy. Tursizchi. Boshlayotgan ishlarimiz xayrli bo'lsin. Kutganimizdan ham zo'r bo'lib, hammamizga rahmi kelib yordam bersin. Mana katalikdagi uyimizni ham dang'illab uchastka qilib olaylik. Yon kul bo'lsin. Qani. O'sha. Qani endi yo'q. Voy, onayni. Hozir cho'chmay turing. Ufqli. Nima yegansiz? Bo'l, gapiring. Uyimiz yonyapti. Odamlar, yordam beringlar. Yig'lab gapirsangiz-chi? Yig'lab. Uyimiz yonyapti. Odamlar, yordam beringlar. Adir, o'shalar Nodir ekan. Nodir kel. Nodir? Nima qilyapsiz? Men senga chiqib. Nodir o'rta. Shuni susib sho'rchilaydi dedimmi? Dedimi? Uy, yonyapti, o'chirish kerak. Chakagingni o'char kirib uxla. Uxlasangiz-chi? Alo, bashardingmi? Men tengi mahallasi ko'z tursin yo'q. Men senga basharni chaqir dedimmi? Aytdilarmi? Men yaxshilik qilmoqchi bo'ldim. Kirib adangga yaxshilik qil, qurib o'tdi. Adashlanki. Toshlang. Baraga rutinga susib. Shuncha payt yordam bermagan. Endi yordam berging kelib qoldimi? Agar susapaman desam, o'zim yaxshilangan bor. Oylab ishga aralashmalaring. Ko'z tegmasin. Zo'r yonyapti. Yonyapti. Boyib ketamiz. Mashina olamiz. Masajga boramiz. Bormaymiz. Borib ketamiz. Aytaylik qilsa kerak. Chekamiz biladir Savob ilinjida yurgan, qalblari mehr nurlari bilan to'lgan, birovni kasalligini o'zinikidek qabul qiladigan saxovat pesha mana obunachilarim. Bilasizlarmi, biz noshukur ekanmiz. Hozir Azizjon ukamizning oldilariga keldim. Bu hayotda 10dan 1 qismini ham ko'rishga ulgurmagan jajjigina bolakayni boshiga ozgina sinov kelibdi. Men sizlarga ishonaman. Bu ukamizni Hindistonga olib borib, yurak ko'chirib o'tkazish operatsiyasini amalga oshirishimiz kerak ekan. Lekin unga $45,000 pul kerak bo'lyapti. O'rtoqlar, sizlar zo'rsizlar, sizlar saxiysizlar. Shuning uchun pastdagi karta raqamlarga ko'nglingizdan chiqarib 10,000mi, 5,000mi umuman farqi yo'q. Eng kamida duo bilan yoki shu videoni like, komment, repostlar bilan portlatib tashlasanglar, ko'proq odamlar ko'rishiga sababchi bo'lasizlar. Rahmat hammanglarga. Yaxshi dam olinglar. Assalomu alaykum. Necha soat bo'ldi? 5 soat. Nima blogerlaring kelmadi? Bilmadim, kelib qara. Men ahmoq senga ishonib, otamdan qo'ygan uyga yo'qordim. Turgan bitganim zarar bo'lar. Hech marta aytdim. Ada kechiring. Otamdan qo'ygan
alaykum dadam. Bore. Yongan bor ekan masjidda. Bor. Kelishdi. Saman kelishdi. Yo'q bolam kelishdi. Saman. Bu bo'lum. Keldinglarmi? Qaytib bo'lgin. Ko'rmagan ekanman. Nega nima? Nima farqi bor? Mashina ol. Aniki uyim. Yomonyondi bola. Qo'llarimgacha kiyib ketib qara. Mashinadan ham kuyib ketdi. Ya tushunmadinglar aka. Mana shu yongan uy orqasidagi xonadonni to'y bo'layotgan ekan. Shu yerda oformleniya qilgani keluvdik. To'miz joydami? Nima yurasiz? Qurra yo'qol boshqa kelma bu mahallaga. Shundoq ekan bular. Odamlarga ham hayronsan. Qo'shnisini uyi yongan, uyalmasdan to'y qiladi. Biz ham boramizmi? Qanaqa borasan? Kastim shimlar yonib ketgan-ku. Bo'pti, yuring. Uyga kiraylik. Atidan gapirding-a? To'g'risi bilmadim. O'zi hammasi sani deb bo'lgan. Otamni ruhi chirqirayotgandir. Eshak, uyi yo'q-yo'q. Otamni ruhi chirqiratdimi? Otangdan qo'rqargan bo'ldingmi? Hozir men senga tarbiya qildim. Nima deganingiz bu? Savg'oga nur ketadi. Keyin nogiron bo'lib qolardim. Bo'lishing kerak edi. Ada, menimcha kerak emas u. Umrimni yeding bola. Ertalabdan beri turibmiz. Bol sakra. Yo'q, qo'rqyapman. O'g'lim, ko'nglim sezyapti, mash taktikamiz o'xshaydi. So'z qayerdan olgandingiz? Televizorda ko'rdim. Qara, tayyor bo'l. Gazelku bu, tegida o'lib ketaman. Jendira kelyapti. Pulida puli yo'q. Qurul, olib tegarchi. Shu ishni qilmaylik, iltimos. Bolam, boyib ketamiz, xobdiga. Mers. Ala, o'g'lim, boyib ketamiz. O't-o'tib zirib ketadi. Satu boyib ketamiz. Davay, qani. Yo'q, ada. Nimalar qilib qo'ydim. Aka, doktor bilan gaplashdim. Bo'ldi, xavotir olmasinlar. Tuzalib ketadi, yaxshi bo'ladi dedi. Xavotir olmang. Bari. Matiza uradimi? Bizga ursa bo'lardi, biroz ketardi. Ada, Bolam, yaxshimisan? shunda Matiz urib ketibdi. Shunda emas. Rostdan Matiz urib ketdi. Menga qara. $15,000 berasan. Ada, $20,000 berasan. ada, $30,000 berasan. ada, oyog'imga yotib oldingiz. Aka, siz sochingiz qaytadan o'sib chiqadimi? Meniki qaytib chiqadimi? Men bunaqa summani topa olmayman. Xarajatlaringizni qoplab berishim mumkin. Aka, o'zi qimmat joyga yotib oldinglar, aka. Mashinani sotib bo'lsa ham, kredit olib bo'lsa ham berasan. Aka, Suxoyga haydayman, mashina o'zimniki emas. Kreditim ham bor, prosta xotinim kasal bo'lib qoldi. Shunga chiqqan edim. 15 kunlikni yopmaganman, aka, yopmaganman. Ada, Tushundim bolam. ada, O'zim hal qilaman o'g'lim. ada, yana oyog'imga o'tirib oldingiz. Voy, kechir bolam. Yuring, tashqarida gaplashib olamiz. Xo'p. To'xtang. O'z sharoiti og'ir ekan. Qiynamayli. Aka, yaxshi ish qilmayapsiz ekini. Bilaman, borur. Bilasa kelsa. Los, maraz, bluttoz, manman, borur. Odammas ekansan. Bitta kamada, bitta kalla qo'yib ol, iltimos. Qani, kel. O'sha yerda, bu kechiring. Kel.
Nima bo'ldi? Uyga jo'natib yubordim. Jinni emasman, qamatib yuboradigan. Seni urding bilyapti. Yonimda bo'lganingda hammasi boshqacha bo'larmidi? Ada, Labbay bolam. Xo'p bolam. uyimiz yoqish tomondan oyim rasmlarini oldim. Seni o'rning bilinyapti. Yonimda bo'lganingda hammasi boshqacha bo'larmidi? Sizlar eng zo'r sizlar. Azizjon ukamizga kerak bo'ladigan pullar bir kunning o'zida yig'ildi o'rtoqlar. Onajon, bu pullar sizniki endi. Qolgan qismi kartida ularni ham yetkazamiz. Nasib ukajonimizni Hindistonga olib borib davolab kelsak bo'ldi. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat bolam. Umringizdan baraka toping. Rahmat nimaga emas. Mehribon xalqimizga yeting onajonim. Rahmat hammalarga. Voy, yosh bolaga ham shuncha pul ketar ekanda. Assalomu alaykum. Kassamizda pastda to'lov qilib qo'yasiz. Ada. Qaq ketyapsiz. Pulimiz yo'q-ku. Tualetga. Blogerlar kelmasa, o'zimiz chaqiramiz. Bugungi eshitgan eng zo'r yangiligim shu bo'ldi. Tuzalib ketganlar rost bo'lsin. Onaxonga yeting. Mana mehribon, saxovatpesha xalqimizdan duo qilib qo'yish eslardan chiqmasin. Insofli bola ekan. Rahmat. Hamisha o'ylaganimizdan afzal bo'lsin. Salomat bo'linglar. Kechirasizlar.